Oktagon kirgandan keyin Balki kerak emasdir aka. chiqishi yo'q u yoqdan. O'lsam ham shu yoqda yozib beradi. Yopma. Hammaga assalomu alaykum O'zbekiston. Men bu proyektda mehmon boshlovchisiman, ismim Jahongir va men bu proyektda qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Bugun biza professional MMA jangchisi Islom Boltayev bilan mashg'ulot olib boramiz. Qani ketdik. Islom Boltayev professional MMA jangchisi. Ular o'zlarining kuchlari, raqiblarini tez mag'lubiyatga uchratishlari bilan mashhurlar. O'zlari gabaritlari katta, og'ir vesga ega bo'lishlariga qaramasdan, harakatlari juda ham yengil. Bugun menga MMA bo'yicha Islom Boltayev mashg'ulot o'tadilar. Hozir menga bu juda ham qiziq bo'lyapti, hayajondaman to'g'risi. U yog'i nima bo'lishini hozir bilib olamiz. Hozir endi biz sekin kiyimlarni alishtiramiz. Xo'p, o'rtoqlar, men tayyorman. Islom aka, tayyormisiz? Mayli, hozirdan katta gapirmaylik. Tepada meni nima kutayotgani, lekin o'zimga ham qiziq bo'lyapti, hayajondaman. Mayli, boshga tushganini ko'z ko'rar, to'g'rimi? Qani ketdik. Islom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Yaxshimisiz? katta rahmat aka. Bizani proyektimizga yo'q demaganingiz uchun, vaqt ajratayotganingizga. Sizlarga rahmat. Bitta so'raydigan savollarim bor. Bilamiz, siz MMA professional jangchisiz va buni tomoshabinlar bilishadi. Lekin siz o'zi hayotda qanaqa insonsiz? Bu haqida hech kim bilmaydi. Keling, hozir shu haqida gaplashaylik. Qayerda tug'ilgansiz? Oilalimisiz? Millatingiz nima? Hammasi nimadan boshlangan? Nimadan motivatsiya olgansiz yoki kimdir kumiringiz bo'lganmi? Shular haqida ozgina gapirib bering. Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga yana bir bor rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Men Navoiy shahrida tug'ilganman. Navoiyda boks bilan shug'ullanganman 10 yil. Ha, boshida. Da, boshida kurash bilan boksga borib yurganman, keyin boksda trenirovkalar har kunlik bo'lganiga boksni tanlab boksga o'tib ketganman. Bu necha yoshdan boshlangan? 11 yosh. 11 yoshdan. 11 yoshdan da где-то 10 yilga yaqin trenirov qilganman. Keyin travmalar bo'lganiga o'sha sababli polniy sportni yig'ishtirganman o'zi. Уже professionalni chiqmayman deb o'ylaganman musobaqalarga. Bir vaqtda jo'ram kelib, "Yur musobaqaga urushasan kickboksdan" deb chaqirgan. Bir haftadan keyin borib urishganman. Mana shundan keyin boshlanib ketgan. Bu yoqda trenerim bo'lgan, San'at aka degan. Menga ishonib, "Davay Islom" motivatsiya bergan. Motivatsiya bergan. U payt MMA hali kirish anaqasi yo'q edi. 2015-yilda gapi bu. O'sha payt trenerim aytardi, 5 yil, 4-5 yildan keyin MMA kirib keladi O'zbekistonga degani. Aytganda, mana 2019 turnir bo'lib o'tdi, 2020 уже официально kirib keldi da, o'sha respublikada urishib birinchi o'rinni egallaganman 84 da. Intervyu bergan payt hamma aytadi, nimaga ruscha gapiradi, nimaga o'zbekcha gapirmaydi deydi. Rus maktabda o'qiganman, rus litseyda o'qiganman, o'shanga ruschaga o'rganib qolganman. Tushunarli. Sizga ruschada qulayroq-da? Ha, ruschada qulayroq, no o'zbek tilida ham tushunib, o'zbek tilida ham bemalol gaplashib olaman. Biroq O'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, Islom akaning ko'rinishlari o'zi o'zbekni bermaydi, lekin o'zbek tilini zo'r gapirar ekan. Xo'p, yoshlikda kumiringiz bo'lgan, mana boksdan boshlagan ekansiz. Muhammad Aliga yoki bo'lmasam Taysongami, qanaqadir. Menda Tayson bo'lgan, Roy Jons bo'lgan. Ha, Roy Jons. Chista klassika oldingi boksyorlarning anaqasi eski. Mana shularga qarab Havas qilgansiz. Havas qilganmiz-da, trener qilib yurganmiz-da. Maqsad qo'yib, maqsadiga ishonib harakat qilsa, hammasi bir kun kelib o'zini natijasini beradi. Ishonish kerak. Qiyinchiliklarga qaramasdan, sportmenlar yo'li oson emas. Bu travma bo'ladi, yo'qchiligi boshqa. O'shalarga qaramasdan maqsad qo'yib, faqat oldinga yurib, o'shanga ishonib borsa, Hammasi o'xshaydi. Albatta, bir kun emas, bir kun natija beradi hammasi. Men bugun siz oldingizga trenirovka qilgani keldim. Bo'ldi. O'zim ham crossfit bilan shug'ullanaman, lekin MMA menga to'g'risi qiziq. Hozir hayajonlanib ketyapman. Nimalar o'tamiz, nimalar bilan meni qiynaysiz bugun. Shular hozir menga qiziq bo'lyapti. Hozir shkola qilamiz. Aha. Men boksyor bo'lganim uchun hamma vaqt kimga trenirovka o'tmasam, boksdan shkola qo'yaman birinchi. Chunki sizda baza bo'lishi kerak, yoki kurashchi yoki udarnik bo'lsangiz, qo'lda urishni, yurishni o'rgataman. Bo'l. Keyin dalsha ketaveramiz. Tayyorman. Hozir boyvoy stoykada turib,
chap qo'lda jab urishni o'rganamiz. Joyimda turgan holatda chap qo'l urgan paytim oyog'imni buraman, pyatkani. Buni ko'p buravermayman aylantirib. Mana bu shuni burasiz, yon tomonga qarash kerak. Mana bu yoqda turib bir urasiz, o'zini vesini oldidan oyoqqa ozgina tashlaysiz. Ko'p emas. O'ng qo'l oldida yog'ozni ozroq pastga tushirasiz. Mana bu yelkani yopilgan hisobiga sizga встречный udar ursa ham kelmaydi. Qo'lingizga tegadi. Bu qo'l joyida bu ham защита qiladi. Urgan payti встречный ursa, bu qo'l joyida turadi. Mana bu mushukni ozroq pastroq bukasiz. Urgan payti mana shu ikkalasi tegish kerak. Mana bunaqa ursangiz, qo'lingiz qayrilib ketadi o'zida, travma bo'ladi. Ko'p qayraversangiz bu tomonga qayriladi. Shuning uchun o'rtada mana shuni plotni ushlaysiz. O'sha qanday urgan bo'lsangiz, joyiga qaytarasiz. Любой odam uyda qilsa ham bo'ladi. Oyna nimaga kerak? Oynaga qarab xatolaringizni to'g'rilaysiz. O'sha xatolarni to'g'irlaganingiz hisobiga sizda keyin o'sha to'g'ri chiqib boshlaydi. Tushunarli. Demak, oyna kerak bizga. Xatolarni ko'rish uchun, shoshilmaslik uchun. Endi buni qadam bilan urishni o'rganamiz. Hozir ishlatdik-ku mana buni, qadamni. O'shani endi chap qo'l urib yurasiz oldinga. Bir urdiz, orqaga qaytasiz. Orqa oyoq qimirlamayapti. Orqaga oyoq qimirlamaydi joyida. Tusha. Oyog'ingiz ko'p qaytaryapsiz, ko'ryapsizmi? Ozgina oyog'ingizni orasini oching, yo baybostoyga turing. Mana shu yerdan endi qadam bilan tashlab cho'zilasiz. O'ng qo'lda primo uramiz. Bu yoqda o'sha qadam tashlamasdan o'ng oyog'ingizni mana bunaqa burasiz. Oyoqni uchida burasiz. Barmoqni uchida ko'pchilik mana bunaqa buradi oyog'ini. Unaqa emas. Oyoqni uchida qo'yib, oyog'ingiz plotni yerga bosib turish kerak. Oldinga yoki orqaga bemalol harakat. Bemalol harakat qilish uchun. O'ng primo joyidan urasiz, chap qo'lingiz joyida, tanangizni burasiz. O'ngga. Yaxshi. Bir ikki zarbasini urishni o'rganamiz. Chap qo'l, o'ng qo'l. Undan oldingi qadam tashlash o'rganganimizda esida bo'lsa, oldinga qadam tashladik. 1 2. Chap qo'l urdiz. Chap qo'lingizni qaytargan payt oyog'ingiz ham joyiga qaytadi. O'ng qo'l qadam bilan zarba berasiz. Tushunarli. 1 2. Yaxshi. 1 2. O'ng oyoqda qadam tashlaysiz. Kichkina qadam tashlaysiz. 1 2. Yaxshi. Raqibni mag'lubiyatga uchratadigan 3 ta eng o'ziga yoqadigan priyomlaringiz. Mayli, ikkitasi qo'lda bo'lsa, bittasi oyoqda. Yo'nalishimiz sport turi MMA bo'lgani uchun bitta qo'lda, bitta oyoqda, bitta parterda ko'rsataman. Hammasida nokautlarim bor. Oyog'ida tepib nokaut qilmaganman, qiyinchilik tug'dirgan. O'shanga hozir keling, qo'lda ko'rsataman. Asosiy hamma udarniy sport turida, bu kickboks, boks, taekwondo, MMA, mana shunaqa sport turlarida raqibdan ustun bo'lishingiz kerak, allashingiz kerak. Chap qo'l ko'rsatib, o'ng qo'l urasiz, yoki bokovoy urib, primo urasiz. Mana shunaqa har xil kombinatsiyalar bor. Keling, shulardan bittasini hozir chap bokovoy, o'ng primo urishni o'rganamiz. Chap bokovoy urganingizda raqib stoykada turganda chap bokovoy urasiz, qo'lini yonga ko'taradi chap bokovoy. Zarbani qaytarish uchun o'rtasi ochiq qoladi. O'shanda o'ng primo zarba urasiz. Bu degani chap bokovoy, primo urasiz. Bokovoydan защита qilgan payt o'rta ochiq qoladi, o'rtadan zarba o'tadi. Qanaqa uramiz? Qadam bilan urasiz, yondan turib, ozroq aylantirib, mana bu yoqqa urasiz. Shoshilmasdan urib to'xtang. Yo'q, ko'p uzoq bo'l. Mana bunayroq. Oyog'ingizni burasiz, pyatkani u tomonga, Vot, yaxshi. Endi chap bokovoy qaytgan payt o'ng primo urasiz. Yaxshi. Keling, klassik low kick degan zarbani beraman. Bayvoq stoykaga turamiz. Low kick udarni oyoqni mana bu joy bilan tepamiz. Stoykaga turdiz. Oyog'ingizni mana bunaqa qo'yasiz, chunki oyog'ingiz buriladi. Korpusda burgan holatda oyog'ingizni olib kelasiz mana bu yoqqa. Oyoq demak birga kelish kerak. Oyoq korpus bilan birga keladi. Qaytarasiz. Защита. Vot. Ko'rdingizmi? Oyog'im o'zi aytgandek tegmayapti. Endi защита qilmang. Ko'ryapsizmi?
Chap bokovой, low kick. Chap bokovой, low kick. Oyoqda og'rimayapti? Yo'q. Temirga tekkaniga. Islom aka 3-inchisi qolib ketdi. Hozir men sizga parterda dabivaniya ko'rsataman, u uchun oktagon kiramiz. Aha. Oktagon kirgandek Balki kerak emasdir, aka. chiqishi yo'q u yoqdan. Keling, shu yerda ko'rsata qoling, kirmaylik shu yerga. Hamma oson deb o'ylaydi, oktagon kirib ko'rish kerak bir marta. Nima qilamiz, kiramizmi? Bo'pti, ketdi, aka. To'xtang, oke. Shoshilmasdan. Hozir oktagon kirishdan oldin oyoq kiyim yechish kerak. Iliji maxsus oyoq kiyim bo'lishi kerak. Bu borislarning barsovkasi bo'lsa, atak oyoq kiyim yechib kirish kerak. Professional MMA jangchisi mana shunaqa bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, har bitta detalga ahamiyat beryaptilar. Demak, oyoqni yechib kirish kerak ekan yoki bo'lmasa maxsus oyoq kiyimda kirish kerak. Ketdik. Hozir bizga dabivaniya uchun chuchila kerak. Ha, bu chuchila deyiladi. Bu chuchila deyiladi, da. Buni qo'llari maket, odamning maketi. Ha, buni qo'llari ham bor, imitatsiya qiladi. Parterga yiqitib, mana shunaqa holatda bo'lganda, ko'pincha bo'ladi. Oyog'ini mana bu tomondan o'tkazadi. Mana shu holatda kallasi mana bu yoqda bo'lganda, qorniga bitta uramiz, kallaga bitta uramiz. Qorin, kalla. Tushuntirib o'taman, nimaga qorin, kalla? Chunki qorniga urgan paytda qo'li tushadi, qorniga mana shu payt kalla ochiq qoladi, kallaga urasiz. Mana bu qo'l bilan kontrol qilasiz boshini. Bu yoqdan qorin, kalla. Ko'p ko'tarib, mana bunaqa urish kerak emas. Chunki mana bu yoqda bir urib, ikkinchisini ko'targan paytda уже ko'rib qoladi. Уже ko'radi. Endi bu yoqda ham raqatni allash kerak. Vaziyatga qarab, Vaziyatga qarab, da. Qorniga urasiz, yuzi ochildimi, yuziga urasiz. Yuzi yopildimi, qorniga urasiz. Ko'ramiz. Molxona eshigini kim ochiq qoldirdi? Ochiq ketinglar buni. Siz jo'raysizmi bu? Kim bu? Gaplarni eshitinglarmi? Qo'yxonaning eshigini kim ochib qo'ydi? Qo'lda urishni o'rgandingiz, endi tirsak uramiz. Bu yoqda tanani ko'tarasiz-da, mana bu yoqdan tirsak urasiz mana bu yoqqa. Qo'lingiz mana bunaqa holatda-da. Ko'pchilik aytadi, Islom aka, MMA oson deyshadi-yu. Va kommentariyada ham ko'p odam yozadi. Men ham bitta o'zimni sinab ko'rmoqchiman, aka. Agar sizlar ham MMA ni oson deb o'ylasanglar, men sizlar uchun bugun sherto bo'laman. MMA emas, qo'lda o'zida ishlaymiz. Kurashish kerak, boshqa oyoq bor. Hozir oyoqqa zashta yo'q, faqat qo'lda boks tushamiz. Qog'oz beradilar, yozasiz. Shikoyatim yo'q, o'lsam ham shikoyatim yo'q deb yozib beradi. Anaqa qilmay, aka. Men ham prosta aytdim, ma'lumot qilib ko'rsaydim, aka. Endi kameraga ayting, shikoyatim yo'q deb. Mayli, yozmaylik, yozuvchi bolalar emasmiz. Kameraga aytamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men o'zim rozi bo'lib, Islom akaga aytdim. Islom akaga hech qanaqa shikoyatim ham yo'q. Nolishga telefon qilib qo'yasizlar. Balki kerak emasdir. Yo'q, bu kerak, обязательно. Qo'y so'yishdan oldin bog'lanadi-yu. Shunaqa qilmayapsizmi, ishqilib? Yo'q. Zo'rmi? Uy, aka. Davay, yo'qmi? Yopma. Yopmaylar. Islom aka, ochib yuboringlar, aka. Ketdimi? Voy, ketdi ya. Nima qilib? Ishlayverasiz. Oy, опасный ekansiz, вообще. Davay, hali bor vaqt. Yaxshi. Yomon tegman? Burun ketdi lekin. Oy. Bekor o'rgatdimmi deyman tegishdi. Oy. Хорошо, mana 5. Mana, o'rtoqlar. Karlash oqibat. MMA oson emas ekan. Hozir kurashamiz. Men o'zi boksyorman, kurashishni bilmayman. Xo'p. Ketdimi? Oy.
faqat menda bitta narsa ichimda qolib ketyapti. Alam achiladi. Alam, to'g'risi. Boya meni ichimga urdingiz-ku. Men ham sizni ichingizga urmoqchiman, aka. Keling, bitta siz urasiz, bitta men uraman. Men ura qolay faqat. Siz urganingizda yarmini uraman. Bo'ldi, xo'p. Aytasizmi yana shikoyat yo'q, yo yetami o'sha? O'sha yetadi. 10% dan boshlaymiz. 10%, 20%, 30% ko'tarilib boraveradi. Hozir urasiz. 10%, 10%, ha. 20 ursangiz ham mayli. Og'rimam qo'li? Yo'q. Yana uring mayli. Yaxshi. Endi men uraman. Tayyormisiz? Shu 10%mi? Ketdi. 20. O'xshamadi. O'xshadimi? Tayyormisiz? Ketdi. Qani, unda urib qo'yasiz, spokojniy, aka. Naqashda, men turibman deb bo'lib spokojniy. Naqsa. Yaxshi. Bu nechi foiz? Bilmadim. Qattiq urma lekin. Odamlardan so'raymiz. Siz ham bitta deb bering, aka, men bo'ldi. Tayyor emassiz, nafas olgan payt urdim, ko'rdingizmi? Ha, lekin. Bo'ldimi yanami? Yo'q, bo'ldi. Bular bilan hazillash bo'lmas ekan-ku. Hali qarab turlaring deydi. Hali tugamadimi yo'q? Yo'q, hali tugamadi. Sizda crossfitchi deb eshitgandim. Hozir ko'ramiz endi. Sizlarni. Ketdik. Ketdikmi? Ketdik. Ukam, tayyormisiz? Hozir. Nimaga qarayapsiz? Mana shu rasmdagi sizga o'xshab ketyapti. Qaysi biridir bor-ku? Kallaga tepayotganmanmi? Seriozmi? Da, u boshqa zalda tushirganmiz, no, Befitda boshqa zalida. Ko'raman deb o'ylamagandim bu rasmni. Juda ham xursand bo'ldim ko'rib, endi ko'pchilik tanimaydi, chunki orqadan tushgan. Siz tayyormisiz? Ha. Hozir airbag ishlaysiz. 3 minut ishlaysiz, dam olasiz, kuchingiz qolsa yana dal shu. Men qilaman faqat. Ha? Siz bo'lmaydi? Bo'ldi, bo'lmasa bizga studiyami qarab turadigan odam kerak. Hozir men ukamiz yugurib keladi boya orqadan. Ha. Qaraydi, men упражнениeni tushuntiraman, keling. 5 sekund ускорение qilasiz, maksimalni. Qolgan vaqtni men bu yoqda 65 ishlaysiz RPMni. 3 minut bo'lishi kerak. Общий vaqt men bu yoqda 3 minut bo'lgandan to'xtatamiz, startni bosib boshlaymiz. 5 sekund ускорение и RPM 65 bo'ladi. Abdushi, rahmat sizga. Xursandman tanishganimdan. Taklif qilganlaringizga rahmat. Sog' bo'ling. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Dalcha ko'rishda davom ettiringlar. Podpiska bosib, meni urganlarim yoqsa agar like qo'yasizlar. Men urganlarim yoqsa ham like qo'yasizlar. Boshqa blogerlar bo'lsa, kommentariyada yozasizlar, kimni urish kerak, kim bilan challenge qilish kerak, hammasini presslarini tekshirib, jigar yeymiz sizlar bilan. Charchamanglar.